Xo'p, biz sizlar bilan bugun Object Selection Tool, Quick Selection Tool va Magic Wand Tool bilan tanishamiz. Bu asosan Photoshop 2017-versiyasini tepalarida chiqqan, ya'ni 2017-tepasida bor. Xo'p, bu qanday ishlaydi? Misol qiladigan bo'lsak, bu rasmdagi toshlarni bitta obyekt deb oladigan bo'lsak, bu yerda obyektlar ko'p. Ya'ni bizga faqatgina mana shu obyekt kerakmi? Ana shuni kesib oladi Object Selection Tool. Ya'ni obyektlar bo'yicha bizga qaysi obyekt kerakli bo'lsa, o'shuni kesib oladi. Xo'p, bizga kerakli obyektni tanlaymiz va avtomatik o'zi analiz qilib bizga kesib beradi. Xo'p, mana kesib berdi. Endi menga mana shu tosh ham kerak va mana bu tosh ham kerak. Endi bunda nima qilaman? Mana bu tepada qo'sh belgisini bosib turib kesib olaman. Xo'p, endi mana bu tosh ham kerak menga. Mana ko'rganingizdek, mana bu holatlarda minus qilib olishimiz mumkin. Betlar ham kerakmas bizga. Bularni bu toolni asosan biz kerakli bo'lgan obyektlar, ya'ni misol qiladigan bo'lsak, ko'pgina proyektlarda ishlayotganimizda ana o'shalardan kerakli bo'lgan yerlarini qirqib olishda foydalanamiz. Bu Object Selection Tool bunaqa hozir bu toshlar alohida chegaralar bilinib turganligi uchun yaxshi kesib beryapti. Agar bunaqa ishlamaydigan holatlarda biz Lasso tooldan foydalanamiz. Ya'ni faqatgina bizga shu yordamga keladi. Kesib olamiz. Ya'ni Ctrl J qilib kesib olishimiz mumkin. Endi bu rasmga keladigan bo'lsak, bizga mana shu odamni faqatgina mana bu oq futbolkasini kesib olishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Biz bunda Quick Selection Tooldan foydalanamiz. Bizga o'zi analiz qilib oq yerini kesib beryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu ko'ngil tomonga, ya'ni ko'k tomonga o'tib ketmay, faqatgina mana shu futbolkasini bizga kesib beryapti. Endi mana bizga faqat ko'ngilni o'zi kerak. Bu yerda mana qo'shib turgan, qo'shib olib, bu tomonni ham kesib olyapmiz. Ko'rayotgan bo'lsak, qo'liga yoki mana bu oq futbolkasiga o'tib ketmayapti. Bu ya'ni chegaralar bilan ishlaydi. Chegarasini ko'rib kesib beryapti bizga. Mana Ctrl J qilganimizda qo'shishimiz mumkin. Faqat o'sha bizga kerakli bo'lgan yernigina kesib beryapti. Xo'p, endi Magic Wand Tool. Magic Wand Tool juda ham ko'p ishlatamiz. Buni bosganimizda ko'rib turganingizdek, faqat orqa fonni olyapti. Mana kesib olganimizda bizga faqat orqa fonni ko'paytirib beryapti. Bizga odam ham kerak. Bunda biz nima qilamiz? Bunda biz inversiyadan foydalanamiz. Inversiya nima? Ya'ni bizga select qilgan narsamizni teskari natijaga o'girib beradi. Endi tez select qilib beradi. Xo'p, fonni turib selectga kiramiz. Inverse-ni tanlaymiz. Ya'ni горячий klavishi Shift Ctrl I deb bosamizda
bosganimizni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, odamni o'zini ko'paytirib beryapti. Endi Ctrl J qilamiz. Endi odamni bizga kesib berdi. Xo'p, bu yerlarni lasso yoki object selection tagi so'sigan bo'ladi. Hozircha mana ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni biz select qilmasdan kesganimizda biz tanlagan yernigina kesib beryapti. Agar biz tanlab turib inversiya qiladigan bo'lsak, yonini ko'paytirib beradi. Ko'rganingizdek. Xo'p, endi bunga keladigan bo'lsak, bu rasmda ko'rayotgan bo'lsak, orqa foni mana bu yerda to'q olov rang, bu yoqda ham, bu tomonda och. Ya'ni orqa foni har xil turibdi. Magic Wand toolda ishlatganimizda odatda diapazoni bilan ishlash kerak. Mana diapazoni kirmoqchi bo'lganda hozir yaxshi olyapti. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshi olmaydi. Mana bu yerlarga Magic Wand tool yetmayapti. Mana shunda diapazonini kattaytirib olishimiz kerak. Men endi qilganimda katta edi, shuning uchun birinchi ko'ringanda yaxshi oldi. Katta 50 qilsak, mana qilganimizda hamma yog'ini olyapti. Ctrl J qilib kesib olamiz. Ko'rib turganingizda faqatgina fonni ko'paytirib beryapti. Endi qilganimizdek inversiya qilamiz. Select bo'limidan inversiya. Keyin kesamiz. Bolani o'zini kesib beradi. Xo'p, endi bunaqa rasmlar kelib qolganda nima qilamiz? Bu holatda, ya'ni orqa fon bilan mana bu insonni ko'ylagi oq. Umuman olganda ajratib bo'lmayapti. Bunda object selection toolda qilamizmi? Doim Photoshopga tushgandan keyin bu yerga qarab qo'yinglar, qulfni ochiq bo'lishi kerak. Select qilamiz boshqadan. Shuni qilganimizda hammasini olib bermaydi. Mana ko'rib turganlaridek. Magic Wand toolda ham mana hammasi, ya'ni orqa fonni ham, ko'ynakni ham olyapti. Bunda yagona chora biz lassodan foydalanamiz. Lasso orqali kesib chiqamiz. Ya'ni object selection tool, quick selection tool, magic selection toollar o'sha obyektga nisbatan, ya'ni chegaralarini olib turib kesadi. Bu holatda ishlamaganda bizga doim lasso tool, Paniculum lasso toollar yordamga keladi. O'zingizlar sinab olish uchun men ishlatgan resurslarni, ya'ni rasmlarni joylab qo'yaman, mustaqil qilishlar mumkin bo'ladi.